Şeytan ve onun insan hayatidagi ta'siri. Şeytan insonlarning ko'ngliga vasvasa silish va gunoh, yomon ishlarni ularga chiroyli ko'rsatishdan boshqasini qila olmaydi. Şeytanga ergashgan inson xatoliklarni, gunoh ma'siyatlarni va barcha yomonliklarni o'z irodasi bilan ishlaganlik uchun bu qilganlardan faqat o'zila javobgar bo'ladi. Şeytanga bulardan hech narsani yuklay olmaydi. Chunki ozdurgan şeytan bo'lsa-mu, gunohini ishlagan insonning o'zidir. Islom manbalarida şeytan haqida ko'plagan haqiqatlar bor. Ularning qisqacha bayoni tuvandikicha. Birinchi haqiqat. Şeytan insonning irodasiga ta'sir ko'rsata olmaydi. Faqat şeytanga ergishib, ixtiyoriy holda o'zining tizginini şeytanning qo'liga tutqizib qo'yganlar buningdan mustasno. Allah Taala o'z vaqtida şeytanlarning otasi iblisga xitob qilib mundaq degan. Sura Hijrning 42-oyatida: "Mening bandalarim ustida sening hech qanday hukmronliging yo'q. Faqat ozg'unlardan sana ergashganlarla buningdan mustasno." Sura Isroning 65-oyatida: "Shubhisizki mening bandalarim ustidan sen hukmronlik qila olmaysan. Rabbing haqiqatan homiy bo'lishga yetarlikdir." Sura Nahilning 98-100-oyatlarida: "Sen Qur'on o'qimoqchi bo'lganingda qo'g'lanti shaytonning vasvasasidan Allohga sig'inib panoh tiligin. Shubhisizki mu'minlarning va Robbiga ishonch bilan yo'languchilarning ustidan shayton hukmronlik qila olmaydi. Shayton faqat o'zini do'st tutganlar va o'zining ig'vo qilishi bilan mushrik bo'lib ketganlar ustidanla hukmronlik qiladi." Yuqorqi oyatlardan ma'lumki, Alloh taolo shaytonga insonlarning ko'ngliga vasvasa silish va yomon ishlarni chiroyli qilib ko'rsatishdan boshqa qudrat bermagan. Shaytonlarning kuchi faqat ixtiyoriy holda tizginni uning qo'liga tutqizib qo'yganlar va uni o'zlari uchun rahbar o'rnida tutganlarga yetadi. Shu sababdan shayton qiyomat kuni bu dunyoda o'ziga ergashganlarga bu haqiqatni e'lon qildi va javobgarligini ustiga olmaydi. Buni oyat bu haqiqatga ishorat qildi. Sura Ibrohimning 22-oyatida: "Hisob ilish ishi oxirlashib, ish bitganda shayton: Alloh haqiqatan sizlarga cho'qim amalga oshadigan bir va'dani qilgan edi. Men sizlarga va'da qilgan edim. Ammo men va'damga xiloflik qildim. Zodi mening sizlarni kufrga zo'rlig'ida kuchim yo'q edi. Men faqat sizlarni da'vat qildim. Sizlarmi da'vatimni qabul qildinglar. Shuning uchun meni ayiblamanglar, o'zinglarni ayiblanglar. Men sizlarga yordam berib, sizlarni qutqiza olmayman. Sizlarmi menga yordam berib, meni qutqiza olmaysizlar. Men sizlarning burun meni Allohga shirik qilganliginglarni e'tirof qilmayman. Shubhisizki zolimlarga qaqshatquchi azob bordir", deydi. Ikkinchi haqiqat. Shaytonning inson hayotidagi vazifasi faqat insonlarning ko'ngliga vasvasa silishdan iboratdir. Buningdan ko'pragiga shaytonning kuchi yetmaydi. İnson shaytonning uni yomon ishlarni qilishga vasvasa solganligini albatta his qiladi. Lekin inson o'z-o'zini bir bahonalar bilan qondirdi-da, shayton qiziqtirgan gunohga yuzlandi. Alloh taolo Qur'oni Karimda mundaq degan: Sura Nas'da: "İnsanlarning Robbi, insonlarning podshohi, insonlarning ilohi Allohga sig'inib, kishilarning dillarida vasvas qilguvchi jinlardan va insonlardan bo'lgan yoshirin shaytonning vasvasasining sharridan panoh tilayman" degan. Sura Muhammadning 25-oyatida: "To'g'ri yo'l aniq bo'lgandan keyin orqasi qaytib olganlarga ularning bu ishini shayton chiroyli ko'rsatdi va ularning ko'nglini yolg'on va'dalar bilan tindirdi." Shayton insonlarni ozdirish uchun qanchalik ko'p tadbir qo'llansimi, baribir uning tadbiri ojizdir. Sura Nisoning 76-oyatida: "Shaytonning hilasi haqiqatan ojizdir" deyilgan.
Üçüncü haqiqat. Allah Taala yaxşılıq bilan yomonlikning turtkilar o'rtasida tengpuanglikni saqlash uchun shaytonni insonlarning hayotiga belgilagan. Shaytonning vasvasalaridan qutulishning diniy chorasi Allah Taala bandalarga shaytonning vasvasalaridan qutulish chorasini o'rgatib mundaq degan. Sur A'rafning 200-201-oyatlarida Agar shayton sana vasvas qilsa, hamon Allohga sig'inib panoh tiligin. Allah haqiqatan hammani anglag'uchidir va bilguchidir. Taqvodorlar shaytonning vasvasasiga uchursa, Allohni asaydi-da, hamon haqiqatni ko'rib oldi. Tavba istig'forga buyurishning siri. Tavba istig'for odamni gunohlardan poklab, xatoliklardan yiroq qilib turadigan narsa. Xatolikni o'ngshab, gunohni tavba bilan o'chirib ma'maganda, bir gunoh yana bir gunohni, bir xatolik yana bir yoki bir qancha xatoliklarni tug'dirib mingiverdi. Oxiri odam o'zini chiqqili bo'lmaydigan cho'nqur patqoqqa patirib qo'ydi. Bu xuddi ko'nglikning birinchi tugmasini xato etish bilan uning butun tugmalari xato etilib mang'iniga o'xshash. Ko'nglikning dastlab etgan tugmasini qaytadan to'g'ri etgandan keyinla boshqa tugmalarimi to'g'ri va joyida etilib mang'idi. Tarixlarda qayd qilinishicha, Osmanlı imperiyasi zaiflashgan oxirgi davrlarda Turkiyaning har qaysi joylarida davlatga qarshi isyonlar bosh ko'tarishga boshlagan. Davlat bu isyonlarni bostirish uchun turmalardagi jinoyatchilarni chiqarib, ularning qo'li qurol tutqizib, shularning qo'li bilan isyonni bostirgan bo'lsa-mu, keyinchi bu jinoyatchilar isyon ko'tarib chiqqanda davlat ularni bostirishdan amalsiz qolgan. Chunki jinoyatchining qo'li qurol tutqizish cho'ng xatolik edi. Bu xatolik keyin o'zidanmi cho'ng va oldin olg'il bo'lmaydigan xatoliklarni tug'dirgan. O'z xatoligini bilgan hamon uningdan darhol qo'l uzgan, bir gunohni o'tkazgan hamon uningga pushaymon qilib tavba qilgan odam qayt xatolik sodir qilish va yangi gunoh o'tkazishdan o'zini yiroq tuta oladi. Demak, tavba istig'for odamning ish-harakatlarining to'g'ri va mustahkam bo'lib davom qilishiga kafolat qiladigan narsa. Shunga tavbaning ahamiyati zo'r, foydasi ko'pdir. Payg'ambar alayhisalom "Men har kuni Allohga 70 qadamdan ko'proq tavba istig'for aytaman" degan. Imom Buxoriy rivoyati. Ilgirki va keyingi butun gunohlari, kamchiliklari va xatoliklari kechirim qilib etilgan Pak payg'ambarning kunda Alloh taologa 70 qadamdan ortiq tavba istig'for aytishining sababi nima? Tavba deganda gunoh qilganlar qilmamdi. Payg'ambar alayhisalom yana har qanday odam bolasi xatolashquchidir. Xatolashquchilarning eng yaxshisi tavba qilguvchilardir degan. Imom Tirmiziy, Abu Davud rivoyati. Buningdagi sir nima? Chunki tavba istig'for insonning to'g'ri yo'ldan ezib ketmasligi uchun uning qadamini mustahkam qilib turadigan, xatoliklarning vaqtida yuyilib, gunohlarning o'chirilib turishi orqali uni texnik murakkab xatoliklar va og'ir gunohlardan saqlab turadigan qalqondir. Amdi payg'ambar alayhisalomning shunchalik ko'p tavba istig'for aytishining sababiga kelsak, bu bir tarafdan musulmonlarga ulgu ko'rsatish orqali ularni bu yaxshi ishga odatlantirish, yana bir tarafdan ularning ta qiyomatgacha to'g'ri yo'lda mustahkam bo'lishini amalga oshirishdan iboratdir. Payg'ambar alayhisalomning har qanday odam bolasi xatolashquchidir. Xatolashquchilarning eng yaxshisi tavba qilguvchilardir degan hadisga kelsak, har qanday odam bilib bilmay cho'qim xatolik o'tkazadi va gunoh o'tkazib soladi. Hatto hech gunoh qilmagan odamning o'zini gunohsiz his qilib mag'rurlanishining o'zimi gunoh o'tkazgandan og'irroq gunohdir. Demak, dunyoda gunohsiz odam yo'q. Shunga payg'ambar alayhisalom agar sizlar gunoh qilmasanglar, Alloh gunoh o'tkazadigan, ondan keyin tavba qiladigan bir xalqni yaratib, ularning gunohlarini mag'firat qiladi degan. Imom Muslim rivoyati. Bu hadisning ma'nosi Alloh taolaning gunoh ma'siyatlarini yoqtiradiganligini ifodalamaydi. Balki bandalarining tavbalarini qabul qilish orqali o'zining Al-G'afur, kechirguchi va Al-G'affar,
günahkarlarni nəhayət bək keçirgichi degan ulug' sifatlarining asarlarini izhor qilish va bandalarga bo'lgan mehribonligini ifodalashni xohlaydi. Alloh taolo gunohkor bandalarga xush xabar berib, Sura Zumarning 53-oyatida Allohning rahmatidan umidsizlanmanglar. Allah haqiqatan bütün gunohlarni mag'firat qildi degan. Bu oyatlar birinchidan Alloh taolaning tavba qiluvchilarni yoqtiradiganligini ifodalasa, ikkinchidan hech kimning qilgan tavbasi bekorga ketmaydiganligini va tavbaning oxiri mag'firat ekanligini ifodalaydi. Tabiiy axloq va yetildirilgan axloq. Axloq, tabiiy axloq va yetildirilgan axloq deb ikkiga bo'lindi. Tabiiy axloq yaratılışdan biri insonda bo'lib kelgan tabiiy tug'ma axloq. Yetildirilgan axloq yaratilish tabiatida bo'lmasa-mu, keyincha o'ginib tarbiya yo'li bilan yetildirilgan axloqdir. Ba'zi kishilarning axloqi tabiiy axloq bo'lib, bu axloq ularning balliq chog'larida ifodalanishga boshlaydi. Ular axloq qoidalariga o'zligidan tabiiy holda rioya qilgan keldi. Bu tabiiy axloqning ifodasidir. Ba'zi kishilarning axloqi ta'lim-tarbiyaning yoki ijtimoiy muhitning yoki hayotlikdan olgan tajribalarning turtkusi bilan yetildirilgan axloq bo'lib, bu o'ginilgan yoki yetildirilgan axloq deb ataladi. Lekin birovning axloqni yetildirish uchun uningda axloqni qabul qiladigan tabiiy qobiliyat bo'lishi shartdir. Bu xuddi qandaqla bir mahoratni egallash uchun uningga munosib qobiliyat talab qilganiga o'xshashdir. İnsanda birər maharatni öğüniş üçün şu maharatga nisbatan tabiiy qobiliyat bo'lsa, uni cho'qim o'ginib ketalaydi. Aksicha, odamda shu maharatga nisbatan tabiiy qobiliyat bo'lmasa, uni o'ginolmaydi. Shundaqla insonning a'zolari shundaq bo'lib, birər maharatni o'ginish qobiliyati bo'lgan a'zo mashq qilish yo'li bilan shu maharatni o'ginib ketalaydi. Masalan, qo'l xat yozishni, rasm chizishni va boshqa mahoratlarni o'rganishga nisbatan tabiiy qobiliyatlik bo'lganlik uchun qo'lni ko'ndirish va mashq qildirish orqali kerakli mahoratlarni hosil qilib bo'lgan bilan quloqda mashq qilish orqali anglash mahoratini yetildirish qobiliyati bo'lmaganlik uchun quloqi anglay olmaydigan odamning anglash qobiliyatini mashq bilan hosil qila olmaganiga o'xshash, go'zal axloqni yetildirish uchun o'zi tabiiy tayyorlik yoki qobiliyat bo'lmagan odam o'rganish, ta'lim ilish va boshqa choralar bilanmi o'zida go'zal axloqni yetildira olmaydi. Tabiiy axloqmi bir xil emas. İnsanlarning yaratilishdagi mijoz axloqdan bo'lgan nisbati bir xil bo'lmagan. Bu hech kim inkor qila olmaydigan bir haqiqat. İnsanlar tug'ma qobiliyat jihatda bir-biridan farqli bo'lgandek, ularning badan qurilishimi kuchlik, ojizlik, egiz pakarlik, simiz o'ruqlik, saqliq, kasallik, chiroylik, ko'rimsizlik jihatlarda farqli yaratilgan bo'lib, ularning axloqiy va g'ayri axloqiy tabiatlari bir xil bo'lmagan. Masalan, ko'ryapmizki, ba'zi insonlardagi tabiiy qo'rqinch hislati boshqalardan farqli. Yana ba'zilardagi ta'magarlik boshqalarnikidan qattiq bo'lgan. Ba'zi kishilar tez ochiqlanadigan bo'lsa, yana ba'zi kishilar o'zini tutib oladigan va ochiqini oshkorlamaydigan keldi. Bu xil tabiiy farqlarni texnik muhitning ta'siriga uchirmagan kichik bolalardan ko'rgil bo'ldi. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Alloh sizlarning oranglarda rizqinglarni taqsim qilgandek, axloqlarni mu taqsim qilgan. İmam Ahmad Tirmizi rivoyati. Payg'ambar alayhissalom inson tabiatidagi farqlarning rost ekanligini bayon qilib mundaq degan: İnsanlar xuddi oltin kumushga o'xshash madanlardir. Ularning jahiliyatda yaxshi bo'lganlari o'rgansa islomdimi yaxshilardir. Payg'ambar alayhissalom bu hadisda insonlarni oltin, kumushga o'xshash madanlarga o'xshatgan. Bu intayin to'g'ri o'xshatish bo'lib, madanlarmi yuqorisi olmos, tövini ko'mirga o'xshash qimmatda va shakl ham xususiyatlarda bir-biridan farqli bo'lgandek, insonlarmi yaratilish tabiatida, mijoz axloqida va boshqa ko'plagan jihatlarda
xuddi madanlarga o'xshash farqlidir. Әмді hadisdiki jahiliyatda yaxshi bo'lganlari o'rgansa, islomdan yaxshilardir degan jumla kelsak, bu jumla intayin muhim bir o'lchamni o'ttirib qo'ygan bo'lib, u bo'lsa-mu tabiatida yaxshilik bo'lganlarning qandaqli bir muhit va qandaqli bir jamiyatda yashamasin, shu yaxshilikning ifodasini ko'rsatganlik edi. Şoň Peygamber aleyhisselam jahiliyat ahlidan axloqi yaxshi kishilarni tanlab chiqib, shularning musulmon bo'lishini va shular orqali tushunishni Alloh taoladan tilaydi. Peygamber aleyhisselamning "Ey Alloh, Ömer ibn Xattab bilan Amir ibn Hisham, Abu Jahil ikkisining qaysi san suyumlik bo'lsa, shuni islomga hidoyat qilgin" deb duo qilganligi va Alloh taolaning Ömer ibn Xattabni islomga hidoyat qilishi natijasida musulmonlar ibodatlarini oshkor qila oladigan bo'lganligi buning misolidir. İnsandaki axloq o'rganish qobiliyati. O'zida go'zal axloqlarni yetildirish uchun tabiiy qobiliyat bo'lgan har qanday aqlli inson axloqni isloh qilish yo'lida tirishchilikni ko'rsatsa ekan, u cho'qim go'zal axloqlarni hosil qila oladi. Masalan, tiz ochiqlanadigan odam ochiq kelganda o'zini tutib oladigan ig'ir besiqlikni hosil qilish uchun qat'iy niyatga kelib, bel bog'lab, tirishchilik ko'rsatsa, tarbiya yo'li bilan u cho'qim ig'ir besiqlikni hosil qila oladi. Eng uchiga chiqqan shaxsiyatchi odammi agar uningda sexiylikqa odatlanish uchun tabiiy qobiliyat va tabiiy tayyorlik bo'lib, sexiylikqa odatlanishga chin iroda tiklasa, tarbiya yo'li bilan u cho'qim sexiylikqa odatlandi va sexiylikdan iborat bu go'zal axloqni o'zida yetildira oladi. Mundaq bir shaxsiyatchi odam birdilla boshqalarning manfaatini ko'zlab, o'z manfaatidan voz kechish darajasiga yetolmasa-mu, u boshqalarga o'tashga tegishlik haq-huquqlarni ado qilish uchun yetarli miqdorda sexiylikni yetildira oladi. Boshqa axloqiy fazilatlarning hammasi buningga o'xshash bo'lib, o'zida tabiiy qobiliyat bo'lish sharti bilan hosil qilish yo'lida tirishgan har qanday odam cho'qim uni hosil qila oladi. Bu insonning qo'lidagi ish. Shuning uchun o'zini tarbiya bilan isloh qilish, o'zida go'zal axloqni yetildirish ishiga ahamiyat bermagan inson qiyomat kuni Alloh taolaning oldida javobgarlik tortildi. Chunki inson hosil qilish qo'ldan kelgan ishlarning hammasidan javobgardir. Shuning uchun qo'ldan kelgan turib hosil qilmaganlar Alloh taolaning oldida jazoga loyiq bo'lib qoldi. Agar inson axloqidagi qing'irliklarni tuzatish uchun tirishmasdan o'zini va axloqini o'z yo'liga qo'yib etsa, qiyomat kuni bu mas'uliyatsizlik sababli javobgarlikka tortildi.